Qani, teridagi muammolar, ya'ni toshmali toshishi, qurishi, dog' tushishi, erta ajin tushishi, qo'shimchasiga sochda to'kilganda sidrat al-muntaha, ya'ni derevo krayного предела degan sidir daraxtini barglaridan mana bunaqa kukun olasizda, uni 3 osh qoshig'ini bitta pilaga solasiz, keyin 2 osh qoshiq toza asal solasiz, 1 choy qoshiq zaytunni yog'ini solib aralashtirasizda, maska qilasiz. Bu maskani yuzlaringizga kechqurun 7 dan 14 kungacha foydalanadigan bo'lsangiz, teridagi yallig'lanish ketadi, teridagi quruqlik ketadi, ajinlar tushishi ketadi. Keyin imkon qadar sochlaringizga foydalansangizdan juda ham zo'r natijalarga erishasiz. Nega? Bu sidir daraxti juda ham ko'p arab manbalarida to ilohiydan boshlab tabobat zamonaviy ilmiy tekshiruvlarga isbotlab berilgan usullardan bitta hisoblanadi. Albatta, like bosib tarqatib qo'yishingizdan chiqmasin. Sizlar doktor Kamilov, rahmat.